Do'stlar, bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Avgust oyida 3 oylik qo'shimcha to'lovni kim oladi? Bu pul hammaga beriladimi yoki faqat ayrim toifalargami? Hujjat topshirish kerakmi? Ariza yozish shartmi? Pul kartaga avtomatik tushadimi yoki uni talab qilib olish kerakmi? Bu ma'lumotni oxirigacha eshitishingiz juda muhim. Chunki ko'pchilik aynan shunday to'lovlar vaqtida bitta oddiy xato sababli pulni kech oladi yoki umuman ola olmay qoladi. Men sizga masalani oddiy tilda amaliy misollar bilan kim xavotir olishi kerak, kim esa xotirjam bo'lish mumkinligini batafsil tushuntiraman. Agar siz pensioner bo'lsangiz, nafaqa olayotgan bo'lsangiz, kam ta'minlangan oila sifatida yordam olsangiz, farzandingiz uchun ijtimoiy to'lov olayotgan bo'lsangiz yoki oilangizda nogironligi bo'lgan shaxs bo'lsa, bu video sizga bevosita tegishli bo'lishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bu kabi yangiliklarni men sizlarga sodda va tekshirilgan tarzda tushuntirib boraman. Avvalo 3 oylik qo'shimcha to'lov deganda nimani tushunish kerakligini aniqlab olaylik. Odamlar orasida ko'pincha shunday gap tarqaladi. Avgustda hammaga 3 oylik pul berilar ekan. Pensionerlarga qo'shimcha tushar ekan. Bolalar puli oladiganlarga birdaniga 3 oy to'lanar ekan. Lekin davlat to'lovlarida hammaga degan tushuncha deyarli bo'lmaydi. Har bir to'lovning aniq manbasi, aniq toifasi, aniq hisoblash tartibi va aniq davri bo'ladi. Oldin qanday edi? Oldin ko'plab ijtimoiy to'lovlar oyma-oy amalga oshirilgan. Pensiya bir oy uchun, nafaqa bir oy uchun. Bolalar puli yoki moddiy yordam belgilangan muddat bo'yicha har oyda berilgan. Agar hujjat kechikkan bo'lsa, bank kartasi faol bo'lmasa, fuqaroning ma'lumotlari tizimda to'liq ko'rinmasa yoki tayinlov muddati yangilanmagan bo'lsa, to'lov to'xtab qolishi mumkin edi. Keyin masala hal bo'lgach, odamga o'tgan oylar uchun yig'ilib qolgan summa birdaniga tushardi. Ana shu holat xalq orasida 3 oylik qo'shimcha pul deb aytilib ketadi. Hozir nima o'zgargan? Hozir ko'plab to'lovlar elektron tizimlar orqali tekshiriladi. Fuqaroning daromadi, oila tarkibi, yashash joyi, bank kartasi, pensiya yoki nafaqa huquqi, farzandlar soni, nogironlik ma'lumotlari turli bazalar orqali aniqlanadi. Bu yaxshi tomoni bilan ham, ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan tomoni bilan ham muhim. Yaxshi tomoni, odam har safar qog'oz ko'tarib yurmasligi mumkin. Ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan tomoni, ba'zida bitta xato bo'lsa ham pul kechikishi mumkin. Masalan, pasport ma'lumoti yangilanmagan, karta muddati tugagan, yashash manzili boshqa ko'rsatilgan, oila tarkibida farzand ko'rinmayapti, aliment yoki ish haqi ma'lumotlari noto'g'ri aks etgan bo'lsa, to'lov avtomatik to'xtashi yoki qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Shuning uchun avgustdagi 3 oylik qo'shimcha to'lov haqida gap ketganda men birinchi navbatda shuni aytaman. Bu pulning kimga berilishi to'lov turiga bog'liq. Bitta oila bolalar puli bo'yicha olishi mumkin. Boshqa fuqaro pensiya qayta hisoblangani uchun olishi mumkin. Yana bir odam nogironlik nafaqasi kechiktirilgan oylar uchun olishi mumkin. Demak, hamma oladi deb o'ylab bankomatga yugurish noto'g'ri, lekin menga baribir tegishli emas deb befarq qolish ham xato. Asosiy qism 1. Kim bilishi kerak, kim xavotir olishi kerak va kim xotirjam bo'lishi mumkin birinchi toifa. Pensiya oluvchilar. Agar siz yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan bo'lsangiz, avgust oyidagi qo'shimcha to'lov sizga 2 xil sabab bilan tegishli bo'lishi mumkin. Birinchisi, pensiya miqdori qayta hisoblangan bo'lsa. Masalan, ish staji bo'yicha yangi hujjat topildi. Avval hisobga olinmagan ish yillari tasdiqlandi yoki maosh arxivi bo'yicha qo'shimcha ma'lumot kiritildi. Bunday holatda sizning pensiyangiz bir oydan boshlab oshirilishi kerak bo'lgan bo'lsa-yu, tizimda qayta hisoblash kechroq yakunlangan bo'lsa, o'tgan oylar farqi bir martada to'lanadi. Misol keltiraman. Aytaylik, pensioner opa avval 1.200.000 so'm pensiya olayotgan edi. Keyin uning ish staji bo'yicha qo'shimcha 5 yil tasdiqlandi va pensiyasi 1.220.000 so'mga oshdi. Farq 1.200.000 so'm. Agar qayta hisoblash may oyidan boshlab amal qilishi kerak bo'lgan bo'lsa, lekin pul avgustda tushsa, may, iyul uchun 1.200.000 so'mdan jami 2.200.000 so'm qo'shimcha tushishi mumkin. Odamlar buni 3 oylik qo'shimcha to'lov deydi. Aslida bu yangi pul emas, balki avvaldan sizga tegishli bo'lgan farq. Ikkinchi toifa bolalar puli yoki bolalar nafaqasi olayotgan oilalar. Bu yerda ham eng ko'p tushunmovchilik chiqadi. Ba'zi oilalarga to'lov tayinlangan bo'ladi. Lekin birinchi oyda texnik sabab bilan pul tushmaydi. Keyingi oyda 2 yoki 3 oy birgalikda tushishi mumkin.
yoki oila ariza topshirgan, tekshiruv yakunlangan, huquq tasdiqlangan, lekin to'lov ro'yxatga kech kiritilgan bo'lishi mumkin. Masalan, bir oilada 3 nafar farzand bor. Oila kam ta'minlangan deb topildi va bolalar puli 6 million so'm qilib tayinlandi deylik. Tayinlov iyundan boshlab belgilangan. Ammo to'lov kartaga avgustda tushdi. Shunda oila iyun, iyul, avgust uchun jami 1.970.000 so'm olishi mumkin. Bu avgustda qo'shimcha 3 oylik berildi degan gapga sabab bo'ladi. Lekin bu hamma oilaga emas. Faqat tayinlov muddati va to'lov kechikishi bo'lgan oilaga tegishli. 3-toifa nogironligi bo'lgan shaxslar va nogironlik nafaqasi oluvchilar. Nogironlik bo'yicha to'lovlarda tibbiy xulosa, nogironlik guruhi, qayta ko'rik muddati juda muhim. Agar inson qayta ko'rikdan o'tgan bo'lsa, huquqi tasdiqlangan bo'lsa, lekin ma'lumot tizimga kech tushsa, o'tgan oylar uchun pul yig'ilib qolishi mumkin. Masalan, nogironlik muddati aprel oxirida tugadi. Odam may oyida qayta ko'rikdan o'tdi, lekin hujjat iyulda tizimga to'liq kiritildi. Avgustda unga may, iyun, iyul uchun to'lov birga tushishi ehtimoli bo'ladi. Bu vaziyatda odam menga qo'shimcha berishdi deb o'ylashi mumkin. Lekin aslida bu uzluksiz huquq bo'yicha kechiktirilgan to'lov. 4-toifa boquvchisini yo'qotgan oilalar. Agar oilada boquvchi vafot etgan bo'lsa va farzandlar yoki boshqa huquqli a'zolar nafaqa yoki pensiya olish huquqiga ega bo'lsa, hujjat topshirilgandan keyin tayinlash ma'lum vaqt oladi. Ba'zida oila darhol pul olmaydi. Chunki vafot guvohnomasi, qarindoshlik hujjatlari, o'qish joyidan ma'lumotnoma, tug'ilganlik guvohnomalari tekshiriladi. To'lov tayinlangach, ariza qabul qilingan yoki huquq paydo bo'lgan davrdan boshlab hisoblanishi mumkin. Natijada birinchi to'lov katta ko'rinadi. 5-toifa ish haqi, kompensatsiya yoki byudjet tashkilotlari xodimlariga beriladigan farqlar. Ba'zan 3 oylik qo'shimcha to'lov deganda ijtimoiy nafaqa emas. Balki ish joyidagi qayta hisob-kitob ham nazarda tutiladi. Masalan, oylik koeffitsiyenti o'zgargan, ustama tasdiqlangan, lekin buxgalteriya kech hisoblagan bo'lsa, xodimga bir necha oy uchun farq bir martada to'lanadi. O'qituvchi, shifokor, bog'cha xodimi, davlat tashkiloti ishchisi bo'lganlar bunday holatni ko'p ko'rgan. Masalan, ustama iyundan boshlab berilishi kerak edi. Har oy 300 ming so'mdan avgustda hisoblangan bo'lsa, xodim 900 ming so'm farq oladi. Endi kim xavotir olishi kerak? Agar sizda oxirgi 2-3 oyda pul tushmay qolgan bo'lsa, lekin huquqingiz borligini bilsangiz, albatta tekshirishingiz kerak. Agar ariza topshirgansiz, lekin javob olmagansiz, tekshiring. Agar karta almashtirgansiz, plastik karta muddati tugagan bo'lsa, bank rekvizitlari yangilanmagan bo'lsa, tekshiring. Agar oilangiz tarkibida o'zgarish bo'lgan bo'lsa, masalan, farzand tug'ilgan, kimdir ishga kirgan, kimdir ro'yxatdan chiqqan, nikoh yoki ajrim bo'lgan bo'lsa, bu ham to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Kim xotirjam bo'lishi mumkin? Agar siz har oy to'lovni o'z vaqtida olib kelayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, karta ishlayotgan bo'lsa, tayinlov muddati tugamagan bo'lsa, sizga alohida murojaat qilish shart bo'lmasligi mumkin. Lekin men baribir bir marta holatni tekshirib qo'yishni tavsiya qilaman. Chunki tizimdagi kichik xato keyingi oyda muammo chiqarishi mumkin. Birinchi nozik jihat, 3 oy har doim ham aynan 3 oy degani emas. Ba'zan 2 oy bo'lishi mumkin. Ba'zan 4 oyga yaqin farq chiqishi mumkin. Ba'zan esa faqat bir oy farqi bo'ladi. Nega? Chunki hisob-kitob to'lov huquqi qachondan paydo bo'lganiga, ariza qachon qabul qilinganiga, tayinlov qachon tasdiqlanganiga va moliyalashtirish qachon ajratilganiga qarab belgilanadi. Shuning uchun qo'shnining kartasiga 2 million tushgani sizga ham 2 million tushadi degani emas. Ikkinchi nozik jihat, to'lov qo'shimcha deb atalishi mumkin. Lekin u aslida qarzdorlik bo'lishi mumkin. Davlat yoki tashkilot sizga o'tgan oylar uchun to'lashi kerak bo'lgan summani kechikib to'layotgan bo'lishi mumkin. Bu juda muhim, chunki ayrim odamlar bunday pulni doimiy oshgan to'lov deb o'ylab qoladi. Masalan, avgustda 1.900 ming so'm tushsa, sentyabrda ham shuncha tushadi deb reja qiladi. Keyin sentyabrda faqat 6.2 ming so'm tushganda norozilik boshlanadi. Shuning uchun kartaga katta summa tushsa, darhol uning izohini bilib oling. Bu bir martalik farqmi yoki yangi oylik miqdormi? 3-nozik jihat, tayinlov muddati tugagan bo'lishi mumkin. Bolalar puli, moddiy yordam, ayrim nafaqalar belgilangan muddatga tayinlanadi. Agar muddat tugasa, avtomatik davom etavermaydi. Oila yana baholanishi, daromadlari tekshirilishi, ariza yangilanishi kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun oldin olayotgan edim, demak yana tushadi deb kutib o'tirmang.
Ayniqsa avgust oyida ko'p oilalarda maktab kiyim-kechak, daftar kitob xarajatlari ko'payadi. Shu paytda to'lov to'xtab qolsa, oilaviy byudjetga og'ir tushadi. 4-nozik jihat daromad mezoni. Kam ta'minlangan oilalar uchun to'lovlarda oila daromadi muhim rol o'ynaydi. Agar oila a'zolaridan biri ishga kirgan bo'lsa, rasmiy daromad ko'paygan bo'lsa, avtomobil, mulk yoki boshqa mezonlar tizimda ko'rinsa, nafaqa rad etilishi yoki to'xtatilishi mumkin. Bu yerda ko'pchilik mening qo'limga ko'p pul tegmaydi-ku deydi. Lekin tizim ko'pincha rasmiy ma'lumotga qaraydi. Masalan, ish haqi plastikda ko'rinadi, soliq bazasida aks etadi. Shartnoma bo'yicha daromad chiqadi. Shuning uchun rad javobi olgan odam avvalo sababini yozma yoki elektron tarzda bilishi kerak. 5-nozik jihat bank kartasi muammosi. Juda ko'p holatda pul tayinlangan, lekin karta muammosi sababli tushmagan bo'ladi. Karta muddat tugagan, karta bloklangan, hisob raqami noto'g'ri kiritilgan, bank o'zgargan, fuqaro yangi karta olgan, rekvizitni yangilamagan. Bunday holatda odam menga pul bermadi deb o'ylaydi. Aslida pul qaytib ketgan yoki to'lov bajarilmagan bo'lishi mumkin. Men doim aytaman, ijtimoiy to'lov olayotgan odam bank kartasining amal qilish muddatini oldin tekshirish kerak. Ayniqsa pensiya va nafaqa kartalari bo'yicha bu juda muhim. 6-nozik jihat firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Har safar qo'shimcha to'lovlar haqida xabarlar tarqalganda turli soxta havolalar paydo bo'ladi. 30 oylik pulni olish uchun shu linkka kiring. Karta raqamingizni yozing, SMS kodini yuboring. Arizani tezlashtirib beramiz degan xabarlar juda xavfli. Hech qachon SMS kodini hech kimga bermang. Hech qachon karta parolini, PIN kodini, to'liq ma'lumotni begonaga aytmang. Rasmiy to'lovlar uchun odatda sizdan Telegramdagi noma'lum botga karta kodini yuborish talab qilinmaydi. Agar shunday talab bo'lsa, bu deyarli aniq firibgarlik belgisi. 7-nozik jihat mahalla, ijtimoiy himoya va pensiya bo'limi vakolatlari farq qiladi. Hamma masalani bitta joy hal qilmaydi. Bolalar puli yoki moddiy yordam bo'yicha mahalla va ijtimoiy himoya tizimi orqali aniqlik kiritiladi. Pensiya masalasi bo'yicha pensiya jamg'armasi yoki tegishli pensiya bo'limiga murojaat qilinadi. Nogironlik hujjatlari bo'yicha tibbiy ijtimoiy ekspertiza va ijtimoiy himoya organlari bilan bog'liq jarayon bo'lishi mumkin. Ish haqi farqi bo'yicha esa ish beruvchi, buxgalteriya va kadrlar bo'limi javob beradi. To'g'ri eshikni taqillatsangiz, masala tezroq hal bo'ladi. 8-nozik jihat og'zaki gapga ishonib qolmang. Mahalladagilar aytdi, qo'shnim eshitibdi, Telegramda yozishibdi degan ma'lumot sizga pul olib bermaydi. Sizga kerak bo'ladigan narsa rasmiy javob, ariza raqami, tayinlov muddati, to'lov miqdori va sabab izohi. Agar rad etilgan bo'lsangiz, rad sababi yozma ko'rinishda bo'lsin. Shunda siz xatolik bo'lsa, uni tuzatish imkoniga ega bo'lasiz. Birinchi qadam, qaysi to'lov haqida gap ketayotganini aniqlang. Siz pensiya haqida so'rayapsizmi? Bolalar puli haqidami? Moddiy yordam haqidami? Nogironlik nafaqasimi? Boquvchisini yo'qotganlik to'lovimi yoki ish joyidagi ustamami? Har birining tartibi boshqa. Agar siz to'lov turini aniq ayta olmasangiz, murojaat qilgan joyingiz ham sizga aniq javob bera olmaydi. Ikkinchi qadam, oxirgi 3 oy bo'yicha kartangizga tushgan pullarni tekshiring. Bank ilovasiga kiring. Iyun, iyul, avgust oylaridagi kirimlarni ko'ring. Agar sizda bank ilovasi bo'lmasa, bankomatdan mini vipiska oling yoki bank filialiga murojaat qiling. Tushgan summa, sana va izohga qarang. Ba'zan pul tushgan bo'ladi, lekin odam boshqa xarajatlar bilan aralashib ketgani uchun sezmaydi. 3-qadam, hujjatlaringizni tayyorlang. Odatda kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar, pasport yoki kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar, bank karta rekvizitlari, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki ajrim hujjati, oila tarkibi bilan bog'liq ma'lumotlar, nogironlik bo'yicha xulosa, pensiya daftarchasi yoki pensiya tayinlov ma'lumotlari, ish staji bo'yicha mehnat daftarchasi yoki arxiv ma'lumotnomasi. Hammasi har doim kerak bo'lmaydi. Lekin oldindan tayyor bo'lsa, vaqt yutqazmaysiz. 4-qadam, to'g'ri tashkilotga murojaat qiling. Agar pensiya yoki pensiya farqi masalasi bo'lsa, hududingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga boring yoki rasmiy aloqa kanallari orqali so'rov yuboring. Savolni aniq yozing. Menga avgust oyida tushish kerak bo'lgan qayta hisoblangan pensiya farqi bormi? Agar bo'lsa, qaysi oylar uchun va qancha miqdorda? Agar bolalar puli bo'lsa, mahalla yoki ijtimoiy himoya organi orqali tayinlov muddati va holatini aniqlang. Arzon qachon qabul qilingan? To'lov qachondan tayinlangan? Avgustda necha oy uchun to'lanadi deb so'rang. 5-qadam, ariza yozishda umumiy gap emas, aniq talab yozing.
Masalan, mening ijtimoiy nafaqam bo'yicha avgust oyida to'lov amalga oshirilmagan. To'lov tayinlangan davr, miqdor, to'lovning kechikish sababi va o'tgan oylar uchun qarzdorlik mavjud yoki mavjud emasligi haqida yozma ma'lumot berishingizni so'rayman. Mana shunday yozilsa sizga umumiy kutib turing degan javob emas. Aniqroq javob berishlari kerak bo'ladi. 6-qadam, karta va bank rekvizitlarini yangilang. Agar kartangiz muddati tugagan bo'lsa, yangi karta oling. Agar bankni almashtirgan bo'lsangiz, tegishli tashkilotga yangi rekvizitni yetkazing. Agar karta bloklangan bo'lsa, bankdan sababini so'rang. Ijtimoiy to'lovlar uchun karta egasi va to'lov oluvchi ma'lumotlari mos kelishi juda muhim. Boshqa odamning kartaga tushirish ayrim holatlarda muammo tug'dirishi mumkin. 7-qadam, agar rad javobi bo'lsa, sababini tekshiring. Masalan, daromad yuqori deyilgan bo'lsa, qaysi daromad hisobga olinganini bilib oling. Ba'zan tizimda eski ish joyi ko'rinib qolgan bo'lishi mumkin. Ba'zan oiladan chiqib ketgan odam hali ham oila tarkibida ko'rinadi. Ba'zan noto'g'ri mulk ma'lumoti chiqadi. Xatolik bo'lsa, uni tasdiqlovchi hujjat bilan tuzatish mumkin. 8-qadam, muddatlarni o'tkazib yubormang. To'lovlar bo'yicha e'tiroz bildirish, qayta ko'rib chiqish, hujjat topshirish muddatlari bo'lishi mumkin. Keyin boraman deb 3 oy kutib yurmang. Ayniqsa avgust oyida ko'p tashkilotlarda murojaatlar ko'payadi. Navbatlar bo'lishi mumkin. Qancha erta aniqlashtirsangiz, pulingiz shuncha tezroq tushishi ehtimoli oshadi. 9-qadam, telefon orqali eshitgan javob bilan cheklanib qolmang. Telefon orqali sizga yo'l yo'riq berishlari mumkin. Lekin murakkab holatda yozma murojaat qiling. Arizangizning ro'yxatga olingan raqamini saqlang. Keyin men murojaat qilgan edim deganda qo'lingizda dalil bo'ladi. Bu ayniqsa qayta hisoblash. Qarzdorlik va rad javoblari bo'yicha juda muhim. 10-qadam, oilangizdagi keksalar va internetdan foydalanmaydigan odamlarga yordam bering. Ko'p pensionerlar bank ilovasini ishlatmaydi, SMSni o'qimaydi, kartadagi kirimni bilmaydi. Ular pul tushmagan deb o'ylashi yoki firibgarlarga ishonib qolishi mumkin. Agar ota-onangiz, buvingiz, bobongiz, qo'shningiz ijtimoiy to'lov bo'lsa, ularga kartani tekshirishda, hujjatni tartibga solishda, rasmiy joyga murojaat qilishda yordam bering. Yana bir real vaziyatni ko'rib chiqamiz. Bir oila iyun oyida bolalar puli uchun murojaat qildi. Iyulda javob chiqdi, lekin karta rekviziti xato kiritilgani uchun pul tushmadi. Avgustda rekvizit tuzatildi. Shunda oilaga iyul va avgust uchun pul tushishi mumkin, agar tayinlov iyuldan bo'lsa. Lekin ular iyun uchun ham kutayotgan bo'lsa, ariza qabul qilingan sana va tayinlov boshlangan sanani tekshirish kerak. Chunki ariza topshirilgan kun bilan to'lov boshlanadigan davr har doim bir xil bo'lmasligi mumkin. Yana bir misol, pensioner aka o'zining 1990-yillardagi ish stajini arxivdan topdi. Hujjatni topshirdi. Qayta hisoblash natijasida pensiyasi taksi 1000 so'mga oshdi. Agar bu oshirish 3 oy oldingi sanadan qo'llansa, avgustda 2,1000 so'm farq tushadi. Lekin agar huquq faqat hujjat topshirilgan oydan boshlab tan olinsa, boshqa miqdor chiqishi mumkin. Shuning uchun har doim qaysi sanadan hisoblandi degan savolni bering. Yana bir misol, nogironlik nafaqasi oluvchi fuqaro qayta ko'rik muddatini o'tkazib yubordi. U 2 oy kechikib bordi. Bunday vaziyatda hamma oylar avtomatik to'lanadi deb o'ylash xato bo'lishi mumkin. Agar uzilish fuqaroning kechikishi sababli bo'lsa, to'lov tartibi boshqacha ko'rilishi mumkin. Agar kechikish tizim yoki tashkilot sababli bo'lsa, o'tgan oylar uchun tiklash masalasi ko'tarilishi mumkin. Demak, sabab juda muhim. Eng katta xatolardan biri shuki, odamlar qo'shimcha pul tushishini eshitib, hech narsa qilmay kutib o'tiradi. Men esa ekspert sifatida bunday demayman. Kutish emas, tekshirish kerak. Sizning huquqingiz bor yoki yo'qligini aniqlash uchun ko'p hollarda 12 daqiqalik tekshiruv yetarli bo'ladi. Karta kirimlari, tayinlov muddati, ariza holati, hujjatlar to'liqligi. Agar hammasi joyida bo'lsa, xotirjam bo'lasiz. Agar xato bo'lsa, uni erta tuzatasiz. Demak, avgustdagi 3 oylik qo'shimcha to'lov deganda ko'pincha hammaga beriladigan alohida pul emas, balki pensiya, nafaqa, bolalar puli, moddiy yordam. Nogironlik to'lov yoki ish haqi bo'yicha o'tgan oylar uchun yig'ilgan farq tushuniladi. Kim oladi? Huquqi tasdiqlangan, to'lovi kechikkan, qayta hisoblangan yoki tayinlov muddati o'tgan oylarga taalluqli bo'lgan fuqarolar olishi mumkin. Kim olmasligi mumkin? Huquqi bo'lmagan, tayinlov muddati tugagan, daromad mezonidan o'tmagan, hujjati to'liq bo'lmagan yoki to'lov turi umuman unga tegishli bo'lmagan odam olmasligi mumkin. Mening sizga asosiy maslahatim. Mish-mish bilan emas,
hujjat va rasmiy ma'lumot bilan harakat qiling. Kartangizni tekshiring, to'lov turini aniqlang, kerakli tashkilotga aniq savol bilan murojaat qiling. Yozma javob oling va firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Agar sizda ham avgust oyida qo'shimcha pul tushgan bo'lsa yoki aksincha tushishi kerak deb o'ylab kutayotgan bo'lsangiz, izohlarda yozing. Qaysi to'lov turi necha oy kechikkan, qaysi hududdan murojaat qilyapsiz? Boshqalarga ham foydasi tegishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ulashing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam o'z haqini yo'qotmaydi.